Assalomu alaykum azizlarim. Kimdir 8-martga gul beradi, kimdir pul beradi. Mana bitta akamiz ayollarga mana uy sovg'a qilyapti. Qo'shaloq bayram ham 8-mart, ham uy. Bravo. Bu uyda asobiy tomoni juda ham yaxshi mahalla, Bolajon mahallada. O'zingiz tursangiz ham bo'ladi yoki ijaraga berishga ham juda zo'r variant. Siz tabriklaymiz. Mana o'g'lingiz uyli bo'libdi. Rahmat. Davomli bo'lsin. Rahmat. O'g'lim uylangan ekan. Mana O'zbekistondan kelib, mana ko'rib turibman. Allohga shukr, topganlariga baraka bersin. Mana bular ham yordam berib, Rahmat ishonganlar uchun. Barakalla. Rahmat o'g'lim. Bular ham yaxshi, oilalariga baxt ulashaman. Barlaringizga katta rahmat. Rahmat, sog' bo'lasiz. Mana quruq emas biz, iPhone telefon. O'zbekistonga olib ketasiz. Qaytarib. Yo'q, biz qaytarmaymiz. Bizda hammasi haqiqiy. Tabriklaymiz. Azizlarim, ham omadli bo'lsin. Rahmat sizga ham, rahmat. Hamma vaqt uylaring barakali bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Uyni olishni kutmanglar. Eng zo'r vaqt uy olishga 5 yil oldin edi. Undan keyingi zo'r vaqt mana bugun. Har kuni kutyapsiz, uyning narxi ko'tarilib ketyapti. Telefon qilinglar. Eng zo'r uylarni olib beramiz, mortgajlarni ham qilib beramiz. Ishlarga omad.